2026-yil Umra safarlarini nechta bo'lyapti? Litsenziyaga egami degan obunachilarimizga Centrum Holdings kompaniyasiga kelganmiz. To'liq ma'lumotni Nizomiddin hoji akamdan olamiz. Assalomu alaykum Nizomiddin hoji aka. Charchamasdan aka. Xudoga obunachilarimizga to'liq ma'lumot bersangiz, bizda qanaqa dokumentlar ishlaydi, necha kunlik bo'ladi Umra safarlarimiz? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holdings ashaddiy obunachilari va hurmatli vatandoshlar. Xudo xolasa inshaalloh 2026-yil iyul oylarini ham xudo xolasa tamomlab va avgust oylariga inshaalloh qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Xo'p, Centrum Holdingsda bizda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Safarimiz Madina Munavvarada 3 kun, Makka Mukarramada 11 kun bo'ladi inshaalloh. Madina Munavvaradagi gostinitsalarimiz 4 yulduzli, Makka Mukarramadagi gostinitsalarimiz albatta 5 yulduzli bo'ladi. Gostinitsalarimiz oraliq masofalarni aytib ketsak, Madina Munavvarada 100-150 metrda markaziyada joylashgan bo'ladi inshaalloh. Makka Mukarramada esa 800 metrdan 1 kilometr oralida, ya'ni bemalol piyoda borishning imkoniyati ham bor. Qolaversa, avtobus xizmatlari ham 20 metrga albatta xudo xolasa yosh katta hojilarda, hojonalarimiz ham bemalol xudo xolasa 5 mahal haram hududiga ibodat qilishlariga xudo xolasa qulay sharoitlarda yaratib qo'yilgan. Aka, keyin o'zimizni o'zbek milliy taom beriladi. Madinada necha mahal, Makkada shularni ham to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p, oxirbek Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlar bo'ladi. Albatta, abek va ujurlarda xudo xolasa Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlar bo'ladi. Albatta, o'zbek o'g'illarimiz tomonidan tayyorlangan ibodatga quvvat bo'ladigan xudo xolasa milliy taomlarimiz bo'ladi. Aka, 50 boshlarimiz birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida sayohat ibodatlarga olib chiqadi. Albatta, oxirbek bizda xudo xolasa avgust oyida haftaning har seshanba kunlariga, ya'ni Farg'ona Jidda temir reyslarimiz bor. 14 kunlik safarimiz mobaynida har bitta ketadigan 50 boshlarimiz har bitta safar oldidan majlislarimiz, qolaversa aeroportda ham xudo xolasa tanishtiruv xizmatlarimiz ham bor. Bemalol 14 kun umra safar mobaynida nafaqat Farg'onada, ya'ni har seshanba Toshkentdan, har chorshanba Farg'onadan bo'ladigan reyslarimizda har bittasi 50 boshlarimiz birgalikda borib, sayohatlari, ibodatlari hamda ziyoratlarda birgalikda mukammal umra qilishligiga xudo xolasa yordam qilishadi. Noxonasa aka, chorshanba kuni Farg'onadan tushsa, bitta jumani Madinada, bitta jumani Makkada o'qishar ekan. Albatta, obunachilarimizdan so'rab qolamiz, kimda-kim Madina Munavvarada bir juma, Makka Mukarramada bir juma o'qishni niyat qilgan bo'lsa, quyidagi pastdagi raqamlarga bizga qo'ng'iroq qilsa ham xudo xolasa yana ham batafsil ma'lumotlar va narx-navolarni ham xudo xolasa aytib ketamiz. Aka, ketishayotganda umra hojilarimizdan nimalar dokumentlar talab qilinadi? Bir dona bizga Zagram pasport taqdim qilsa kifoya bo'ladi. Quyidagi raqamlarda musofirdan kuzatib turgan bizni aka obunachilarimiz yoki viloyatlardan yoki vodiydan kuzatib turgan bizni obunachilarimiz bo'lsa, bizda WhatsApp, email, Telegram orqali mana shu ijtimoiy tarmoqlarni ishlab turibdi. Biz bilan aloqaga chiqsa, xudo xolasa kelishgan holatlarda bizga Zagram pasportdan taqdim qilishadi va o'zlariga misol uchun qaysi to'lov usullari ma'qul keladigan bo'lsa, xohlasa bank shop raqam orqali bo'ladigan bo'lsa, o'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarni amalga oshirsa ham bo'laveradi va qolaversa uydan chiqmagan holatlarda ham bizga o'sha Zagram pasportlarni taqdim qilib, o'zlariga yoqqan misol uchun qulay bo'lgan to'lov usullarida o'z joylarini bron qilsa bo'laveradi. Xohlasa ofisga kelib, joylarni bron qilib, kassalarga to'lov qilsa ham bo'laveradi. Albatta, vodiyli obunachilarimiz bo'lsa, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasiga kelsa, bemalol kassalarimiz ham bor, mansiyatda o'zimizda formalarimiz ham bor. Avgust oyining xohlagan sanalariga vodiydan o'z joylarini bron qilib, xudo xolasa kassalarda to'lovlarni cheklariga chop etsa bo'laveradi. Noxonasa aka, yana olib ketayotganda firma tomonidan nimalar beriladi aka? Xo'p, firmamiz tomonidan Centrum Holdingsda biz mana bunday mohirlik hamma firmada ham uchratmaydigan mana yostiqchalarimiz beramiz va bu o'sha bir marta to'lovni ichida bu narsalarimiz hadya qilib beriladi. Bu narsa bepul tariqasida. Qolaversa, nimcha, kamzul sumkalarimiz ham bor. Buni aeroportda xudo xolasa vizalarga qo'shib taqdim qilamiz. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suv ham beriladi. Muammosiz xudo xolasa 5 litrli zamzam suv bizni firmamiz tomonidan. Xohlasa pastki nomerlarga aloqaga chiqsa, narxlarni chiroyli narxlarda qilib berasiz aka. Albatta, mohirbi yana bitta eslatma, agar mabodo bitta oiladan 5 nafardan ortiq kishilarimiz bizga aloqaga chiqsa yoki yurtdoshlar yoki misol uchun sinfdoshlar gruppasi bo'ladigan bo'lsa ham, albatta narx-navolardan chegirma qilib skidkalarni qilib beramiz. Xudo xolasa obunachilarimiz bo'lmasa pastki nomerlarga aloqaga chiqsa, shaxsan o'zingiz javob berasiz. Albatta. To'g'rimi?